Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun 2026-yil 22 avgust kunidamiz. Shanba avtomobil bozorida video qildik hali. Mokriy asfalt. Kobaltimizni olib chiqdik. 7,5 dan tushib beramiz dedik. Hozir mana $7050 ga berdik. $7050 ga xonaga berdik. Mana egalari ham mana o'zimiz bilan mashinani egalari. Cobalt egalari. Sotgan odamingizni ko'raylikchi aka deb ketishyapti. O'zi ham hali Imom ota tomonda ekan, uylar Imom otani sentradaman dedi. Kabinalarim bor dedi, tog'da kabina deganda xona o'tiradigan joylar bor ekan, shu 10-15 ta bor. Borsanglar xudo xolasa dedi. Bu yerga mehmon qilamiz deb ashnadi. Endi videoga olishimdan sabab mana salqin, shabada. Biz tomonlarda bunaqa salqin shabadalar kam. Bu tog'li hudud bo'lganiga ham o'ta ham ob-havo juda ham go'zal ekan. Tog'lar tayda-yu. Haligi Gentra'ni ham sotdik, Gentra'ni. 2019 167 ming yurgan. Krasyasi ikkita detalida bor, petnosi. $8000 ga berdik uni ham. Uni o'zini kecha sotgan egasi qaytarib oldi. Qancha? $170. $170 foyda berib qaytib oldi. Mayli, endi Alloh barakasini bersin. O ko'chalarni ham ko'rsatib beraymi, qaranglar. To'g'ri. Aziz vatandoshlar, Xo'javot rayonida mana tog'larni qarang mana. Qanaqangi go'zal, o'ta ham go'zal Andijonimiz bor, aziz vatandoshlar. O'zimizni bu Andijonga yetadigan go'zallik bilmayman endi qayerlarda bor ekan, lekin juda ham bir boshqacha go'zal joylar juda ko'p Andijonimizda, ko'z tegmasin. Mana qarang. Tog'lar o'ta ham ulkan, Perevalli tog'laridan qolishadigan tog'lar emas, qarang. Xudo xolasa aziz vatandoshlar, telefonimni ham ko'pchilik aytyapti, videoni xarob olyapti aka, telefoningiz. Boshqa telefon qiling deyishyapti. Telefoningiz yaxshi olmayapti aka, xira olyapti. Agar iloji bo'lsa boshqa telefon oling aka deyishyapti. Endi xudo xolasa boshqa telefon olamiz inshaalloh. Harakat bor. Xudo xolasa bitta yaxshi video oladigan telefon olib, xudo xolasa videolar sizlarga chiroyli, go'zal holatda qilib chiqarib beramiz inshaalloh. Tog'lar tagiga qarab kelyapmiz. Xudo xolasa mashina olgan insonni mahallasiga kirib kelyapmiz. Mana eski ariqlar bor ekan, qarang haligi. Yoshligimizda bu yerlarda o'la suv oqardi, masalan, qorlar. Burada cho'millardi, hozir mana suvlar kamayib qolibdi ancha. Mana tog'lar, mana shu tog'larni
Yonida yashash ham odam sog'ligiga juda katta foydasi bordi. Qarang, toza havo, tanga havo deydi kattalarimiz. Mana qarang mana. Tog'ni oldida uylar, xudo xolasa o'ta ham mazza joylar ekan, qarang. Mashina olgan akamizni mahallasi. Telefonga imkoniyat bo'lganda olyapman. Bilasizlar, endi rolda ketayotganda telefon ushlasham o'zi yaxshi emas.